Xo'p, assalomu alaykum. Mol Dunyo Uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon chorva hayvon bozoridan sizlarga katta kichik bo'lgan chorva hayvonlar nechta bo'ldi? 16,5 million so'm qisir ekan. Katta kichik bo'lgan chorva hayvonlarni sotilgan, sotilmagan variantlarni, qiziqarli variantlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomiz oldindan akalar like so'rab qolamiz. Kanal mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muvaffaq etasizlar. 18 hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Aka 18 million so'm bo'pti ekan. 12 million 200 bo'g'oz ha? Nechinchisiga? 17 million 200 uchinchisiga bo'g'oz ekan. Qadrdonlar, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Novvosa. Xo'p, 24,5 million bo'pti ekan. Qadrdonlar, ikkita novvochamiz. Bu degani zotdor, yaxshi. Qadrdonlar, bo'yi 1.30-35 chiqadigan novvosimiz nechpul bo'ldi? 35 million 200 bo'lib. Tarozga totildimi? Tarozda 610 kilo keldi. 610 kilo kelibdi. Mana shu akamiz olibdi. Akalar, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Shunaqangi katta buqalar oladiganlar. Aka nechpuldan bo'ldi? Nechpuldan bo'ldi aka? 4,5 million so'mdan bo'pti ekan. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Nechpul bo'ldi? 25 million. 25 million. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ish ekan. 25 million 200 ikkinchi tug'ish ekan. Nechta suti bor? Nechpul bo'ldi aka? 25 million. 25 million. 3 oylik bo'g'oz. Birinchisiga o qadrdonlar. Aka nechpul bo'ldi novvoz? Novvoz aka? Xo'p, bilishmabdi ekan. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmay, mehnatimiz uchun like bosib qo'yasizlar. Xo'p, qadrdonlar, assalomu alaykum. Tanigan bilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Meni ustozim bo'ladi. Uchqun akam, borlaringga shukr. Shunaqa gaplar bizda yangiliklarni doim ravishda ko'rib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Qadrdonlar, nechpuldan bo'ldi aka, Xorme? Nechpuldan bo'ldi? Bilmadingizmi? Shopir ekan bular. Shopirlarga ham osonmas. Aka nechpul bo'ldi? 13 milliondan. To'rosa, 13 milliondan bo'pti ekan. Aka enavola nechpul bo'ldi? 29 million so'm. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ish ekan. Nechta suti bor aka? 12 yil 29 million so'm bo'pti. 29 ikkinchi tug'ishi. Ani mashinalar. Sutini qancha dedingiz? Sutini qancha bor? 12 litr. 12 litr. Ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Nechpul bo'ldi qo'yingiz? Sotilmadi. Nechpulga sotilmadi? 30 million 3 million 800 ga sotilmadi ekan. 99 million 200 ming so'm bo'pti ekan. Necha oylik bu? 1,5 ga boribdi. 9 million 200 ga qadrdonlar sotilib 9 million 200 ga sotilibdi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Bizda shunaqa gaplar, qadrdonlar, imkon qadar qiziqarli bo'lgan savdolar sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Nechpul bo'ldi, voy? Nechpuldan bo'ldi? Mayli, aytishim kelmadi, mayli. Nechpul bo'ldi, enavola? Nechpulga sotilmadi? Xo'p, 37 ga sotilmabdi ekan enavola. Oxirigacha ma'lumotni bergisi kelmadi. O'shaning uchun biz ham orqasidan bormadik. Nechpul bo'ldi aka? 14,5. Nechta tuqqan bu? Xo'p. 5 ta tuqqan ekan 14,5 million so'm bo'pti. Bu qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti? Bolagan ekan. Xo'p, savdo bo'lyapti. Bizda shopirlarimiz bo'ladi. Dehqonlarning uzag'ini yaqin qilgan, og'irini yengil qilgan shopirlarimiz uchun. Gapiring Hoshim aka. Qaysi bo'lyapti? Nechpulga bo'lyapti? Olish niyat bormi? Gapiring. Aka nechpul bo'ldi? Nechpul 18 million so'mga sotilmadi. Aka qo'ylarchi qo'ylar nechpuldan qaytyapti? 5 milliondan bo'ldi. Aka sizniki nechpul bo'ldi? Aka qo'zilarimiz nechpuldan bo'ldi? Egasi qolib ketdi. Shopirmisiz? 5,5 bo'ldi aka. 5,5 jupa qadrdonlar 5,5 million bo'pti ekan. Yaxshi. Biz imkon qadar yana qiziqarli bo'lgan savdolarni olishga harakat qilyapmiz. Nechpul bo'ldi? Mayli, aytishim kelmadi. Aka nechpul bo'ldi? 13,5. Novvosa 13 million 500 ming so'm bo'pti.
Qadrdonlar 33 million so'mga sotilmadi. Nechta tuqqan aka? Nechta tuqqan? Qonnidagi 7 oylik. Nechta tuqqan? 3-inchisi ekan qonnidagi. Yaxshi, aka nech pul bo'ldi? Mayli, aytgisi kelmadi. Mayli, shunaqa gaplar. Aka nech pul bo'ldi qo'yimiz? 2 million 800. Xo'p, shunaqa gaplar qadrdonlar. Bo'ldi, qarab turing. Nech pulga? 21 berishyapti ekan. Qadrdonlar, bering qiziqqanlarga telefon raqam. 99lik 607 To'xtenta tepaga chiqib olaydi. Men bitta ko'rsatyapti. Qadrdonlar, bo'yi 15-20 zo'r, yaxshi. Aka, mashina bunday ko'raylik, olib ketib qoldi, mayli. Mayli, to'xtagisi kelmadi, mol ish ko'p shekilli. Aka nech pul bo'ldi? 6 milliondan. 6 million. Qo'chqor a? 6 milliondan bo'pti ekan, 12 million so'mga. Qadrdonlar, shunaqa gaplar. Aka nech puldan bo'ldi qo'chqorimiz? 14,5 million. Jupi 14,5 million so'm bo'pti ekan. Sikchi aka? 3 million bo'pti ekan. Zo'r, olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Nech pulga sotilmadi? 22 ga nechta tuqqan? Bitta tuqqan, ikkinchisi qorin necha oylik? 7 oylik. Qadrdonlar, juda ham arzon. Sotganga ham olganga ham Alloh barakasini bersin. Nima bo'ldi? 17dan. Ha? 17dan. 17dan yaxshi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas qadrdonlar. Bucha nech pul bo'ldi ena bola? Nech pulga sotilmadi ena bolalar? 27 million. Nechinchi bolasi bu? Qaysi biri? Mana bu. 3-inchisi. 3-inchisi. Sizikisi buchi? Bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi. Qadrdonlar, nechta suti bor bularda? 10 tane. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Sekinroq ayting, 91lik 328 90 78. Qadrdonlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qadrdonlar, bizda shunaqangi yangiliklar, xato kamchiliklar uchun uzr so'ragan holatda sizlar bilan xayrlashishga qaror qilyapmiz. Biz pinhona salomlashdik, pinhona xayrlashamiz, lekin xayrlashimiz ko'rishguncha deb qolamiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz imkon qadar birinchi, ikkinchi videolarimizni qo'yapmiz. Imkon qadar jonli efir qilamiz. Jonli efirda aktiv qatnashishlaring mumkin. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lasizlar. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Hammalaring yaxshi kunda qalblaringdagini, dillaringdagini Alloh ijobat qilsin. Ashi nech pul bo'layotgan? Bitta so'raylik. Xo'p bo'ladi, xo'p. Aka nech pul bo'ldi? Bu ham shopir ekan, shopirlarga ham oson emas. Nech pul bo'ldi qadrdon? Nech pul bo'ldi? 13 million so'm. Boringizga shukr, boringizga shukr. Shunaqa gaplar. Aka nech pul bo'ldi? Shopirlar ekan. Aka sog'lig'ingiz yaxshimi? Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? A'lo, boringizga shukr. Shunaqa gaplar, ko'rishguncha sog' bo'linglar.